rahmatullahi va taala va barakatuh. Ka'ba-i Muazzama. Keling shu o'rinda bir Payg'ambar alayhisolamning zamonlariga qaytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Makka mukarramani fath qilishlaridagi holatlari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 100 ming sahobasi bilan tarixda kuzatilmagan hech qaysi bir zolim Ka'bani buzamandan kelib harakat qilib maqsadiga yeta olmagan. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zot payg'ambar bo'lganlari uchun, oxir zamonda payg'ambarlari bo'lgani uchun Alloh taolo bu kishiga Rasululloh alayhi vasallamga Makka mukarramani qilichsiz, qonlar to'kmasdan Ka'bani Makka mukarramani fath qilishni nasib qildi. Makka fath kuni payg'ambarimiz alayhi vasallam Ka'ba-i Muazzamaga kirib kelar ekan, Rasululloh alayhi vasallamning huzurlariga tarix kitoblarida aytiladi, yo Ali roziyallohu anhu yoki Abbos ibn Abdul Muttolib Rasulullohning amakilari keldilarda, "Ya Rasululloh, xabaringiz bor, Bani Abdul Muttolib, Bani Hoshim, ya'ni Quraysh Masjidil Haromni va aynan Ka'batullohning hijob ishlari bilan, ya'ni Ka'ba po'shti tikish ishlari bilan va hojilarni sug'arish, Zamzam suvlarini ta'minlash ishlari bilan shug'ullanadi. Shu ishlarni bizga qaytib bering" dedi. Va xuddi shunday qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'ba-i Muazzamani o'sha ishlarini Qurayshga, Bani Abdul Muttolib, Bani Hoshim urug'lariga berdi. Va payg'ambarimiz alayhisalom atrofiga qarab, Usmon ibn Talhani chaqiringlar dedi. Usmon ibn Talha kim edi? Usmon ibn Talha shu vaqtgacha, ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom Makka ga kirib kelgunlaricha va endi buni buyog'i to qiyomat kunigacha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Ka'bani kalitini to qiyomatgacha olib, Ka'bani eshigini kalitini olib, Ka'bani eshigini xizmatini qiladigan xodim bo'lishiga sababchi bo'lgan edi. Ya'ni o'sha Rasululloh alayhisalom Makka ga kirib kelgunlaricha ham qancha yillardan beri Usmonning qabilasi urug'i Ka'bani eshigini kaliti ularning qo'lida turar edi. Va Rasululloh alayhisalom aytdilarki, bugundan e'tiboran bu kalit yana sizlarning qo'lingizda qoldi ey Usmon. Kim bu kalitni sizlardan tortib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, u zolim bo'ladi, o'ziga zulm qilgan bo'ladi dedilar. Va shundan keyin to qiyomat kunigacha hozirgi zamonda ham Ka'bani eshigini kaliti Usmon ibn Talhani radhiyallohu anhuning avlodlarining qo'lida turadi. Payg'ambarimiz alayhisalom so'ng Ka'ba-i Muazzamaga kirdilar. Ka'bani ichidagi va tashdagi barcha butlarni undan pokiza qildilar, tozaladilar va so'ng uni ichida payg'ambar alayhisalom, ya'ni Ka'bani ichida payg'ambar alayhisalom, Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu va Bilal ibn Ravaha radhiyallohu anhumlar birgalashib payg'ambar alayhisalom bilan birga Ka'bani ichida bo'ldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yerda namoz o'qiganligi aytiladi va o'sha namoz o'qigan joylarini, payg'ambar alayhisalom namoz o'qigan joylarini hozirda belgisi bor. Demak, hozir turgan joyimiz Ka'ba-i Muazzama.